Oshqozon yarasi va gastritni davolovchi dorilar oyoq ostida o'sib yotibdi. Ko'pchilik hali ham bor-ku ximik dorilar ichib yuribdi, birodarlar. Assalomu alaykum. Oshqozon va gastritga nima tavsiya qila olasiz? Albatta podorojnikni tavsiya qilaman, birodarlar. Barcha joyda o'sib yotibdi. Lekin hech kim pul so'ramaydi. Qarang. Podorojnik bilasizmi? 4 ta 5 ta bargini shundoq olib, iliqni suvga yuvasiz. 2-3 mayl iste'mol qilasiz och qoringa. Xohlasangiz buni bargini quritib, parashok qilib kapalab yuring. Xohlasangiz damlama shaklida iste'mol qilib yuring. Undan tashqari agarda ichki gemoroyingiz bo'lsa, sok mijvolkadan suvni siqib olib, shpris ignasini olib tashab, shpris bilan 2-3 marta yuvorsangiz ham bo'ladi. Gemoroyni quritib tashlaydi, yo'qotadi. O'zini ezib tashqi gemoroyga qo'ysangiz, tashqi gemoroyni ham quritib yo'qotib beradi. Undan tashqari dumboq tonishlaringiz bo'lsa, mana psilium deydi. Shuni urug'i, ko'ryapsizmi? Psilium. Barcha joyda bor. Ana shu psiliumni bir choy qoshig'ini 200 gram kefirga solasiz. Har kechga iste'mol qilasiz, qarabsizki ichingizni muloyimlashtirib, yumshatib beradi va xavfsiz ozdirib beradi. 1 oy 2 oy buni ham iste'mol qilish mumkin. Agar oshqozon ostida muammosi borlar, gastrit borlar, ichak va oshqozonda og'riq bor va dumboq tanishlaringiz bo'lsa, video rolikni yuborib qo'yishingizdan chiqmasin. Xullas, salomat bo'ling.